Masjidini yonginasida bo'lgan novostroyka uyimizni obzorga kelganmiz. 3 xonali, 6 etajli domda 2-etajda joylashgan polniy remontdan chiqqan uyimizni obzori bilan sizlarni hozir tanishtirib o'taman. Kirib kelish eshiklarimiz mana bu yoqdan bo'ladi. Kirganimizda o'ng tomonda mana shunaqangi bizani perxoshka qismi kutib oladi. Remontlarni ko'rib turibsizlar, juda ham akkuratniy, juda ham chiroyli qilingan. Kirganimizda to'g'rida родительский spalniy, televizor, konditsioner, barcha mana shu mebel texnika ko'rib turgan barcha narsalaringiz mana shu uyda o'zida qoladi. Remontlari ham juda ham akkuratniy, did bilan qilingan. Bu yoqda o'zini mebellari bor ekan. Xo'p, kirganimizda chap tomonda o'zini hojatxonasi. Hojatxona bilan sanuzellari razdelniy bo'ladi. 3 xonali uylarda. Kirmoshin, ariston, hamma narsa sharoitlar bilan qilib qo'yilgan. Bu uyga faqat kiyim-kechaklarni olib kelib yashab ketsanglar bo'ladi. Bu yoq esa oshxonasi. Oshxonasini ham ko'rib turganinglardek, juda ham katta oshxona ekan. Uyimizning umumiy metr kvadrati 80 metr kvadrat bo'ladi. Tashqari manzaralarni ko'rib turibsizlar. Bu 2-etajimiz, 6 etajli dom. Oshxonamiz ham juda ham akkuratniy, chiroyli qilib remont qilingan ekan. Kuxna mebellarni ham sifatlisidan qo'yilgan ekan. Dual konturli kotyorlar o'rnatilgan. Hamma narsa bu yoqda bor. Xolodilnik deysizlarmi, multivarka deysizlarmi, boshqa hamma narsalar bor. Isitish radiatorlarimiz panelli radiatorlar qo'yilgan, ko'rib turganinglardek. Bu yoq esa mehmonxona qismimiz. Mehmonxonamiz ham juda ham katta ekan, keng bo'lgan mehmonxonamiz. Bu yoqda ham televizorlari bor. Yumshoq mebellarni ham kattasidan joylashtirilgan. Bemalol mehmonlar bilan tursanglar bo'ladi. Bu yoq esa detskiy xonamiz bo'ladi. Xonamiz kattaligi o'rtacha kattalikda, lekin mebellari bilan juda ham akkuratniy qilingan ekan. Gilamlari ham ko'rib turganinglardek, bu arzon gilam emas. Metrovoy gilam, boshqa gilam to'shaladi, unaqa gilamlardan emas bu gilamlar ham. Xo'p, uyimizning manzili 7-mikrorayon, Navo masjidi yonginasida joylashgan. Uyimizning umumiy metr kvadrati 80 metr kvadratni tashkil qiladi. 3 xonali uy uchun, 2-etajda joylashgan uy uchun egalari $75,000 deb turishganda, sizlar uchun savdolashib 72,000 ga tushirdik. Naqdga bo'ladigan bo'lsa, yana savdosi bor.